Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimgidek sizlar bilan mening kompyuterim kanalida do'stlar. Bugungi videoda hozir sizlarga mana bunaqa Photoshop formatdagi fayllarni provodnikni o'zida qanday qilib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ichiga 2 marta bosib yoki Photoshopga tashlab ko'rishimiz shart emas. Hozir mana bu yerda mana Photoshop belgisini ko'rishimiz mumkin. Mana shu Photoshopni belgisini o'rniga bu yerdagi, demak, eskiz, ya'ni rasmchalarni ko'rsatib turadigan qilishni hozir ko'rsatib beraman do'stlar. Buning uchun bizga do'stlar programma kerak bo'ladi. Bu kichkina programmachani o'rnatganimizdan so'ng, demak, eskizlarini provodnikda ko'rsatib boshlaydi do'stlar. Yuklab olishingiz uchun bu narsani men Telegramga tashlab qo'yaman. Bemalol, demak, Telegramdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Yuklab olganingizdan so'ng, demak, mana bu programmani ko'rib turibsiz. Shunchaki 2 marta bosib kirganimizdan so'ng, demak, o'rnatish jarayoni boshlanadi. Demak, o'rnatish jarayoni shunchaki tez bo'ladi va hech qanaqa sizdan hech nima talab qilmaydi do'stlar. 2 marta bosib, demak, o'rnatib olganimizdan so'ng endi kompyuterimizga bir marta перезагрузка berishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, kompyuterimizga перезагрузка berib oldik. Endi Photoshop fayllarimiz turgan joyga kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, hammasini rasmchalari bilan birga provodnikni o'zida ko'rsatyapti do'stlar. Programmani o'rnatish, ya'ni ishlatish juda ham oson do'stlar. Video menimcha yoqdi degan umiddaman. Bu narsa dizaynerlarga ancha qo'l keladi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga esa obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.